Assalomu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika parlamentida Şərq Türkistan, Tibet, Cənubi Monqoliya qatarlıq əsir dövlətlərinin qiyinçiliklari yoritib berildi. 2025 yılı 21 iyul günü Amerika parlamentida əsir dövlətlər qararnaməsinin 86-90 maddəsinin ro'yiga asosan 2025 yıllık əsir dövlətlər həftəlikini xatırlash üçün parlamentning əsir dövlətlər haqidagi doklad berish yig'ini chaqirildi. Fəaliyyətə Şərq Türkistan, Tibet, Cənubi Monqoliya vəkilləri, Amerika dövlət bexatarlik mutaxassisləri və parlament xizmətçiləri qatnashib, bu dövlətlərning duch kelayotgan ishg'oliyat, bostirish və yo'qotish masalalariga markazlashdi. 1959 yılı yo'lga qo'yilgan asir qilingan davlatlar qarori kommunizm jahongirligi bo'ysundirgan davlatlarni aniqlab, Amerikani bu davlatlarning mustaqilligi va erkinligini asliga keltirishni qo'llashga chaqirdi. Ular Sharq Turkiston va Tibetga o'xshash asrdagi davlatlarni ochiq-oshkora tilga olib, ularning ozodligini va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'llashga chaqirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor muhim so'z qilib, Şərq Türkistan 1959 yılındakı əsir dövlətlər qararı boyunca Xitayning bir qismi bo'lmasdan balki kommunist jahongirlikka bo'ysundirgan davlat deb aniq qilib aytdi va bu qonun kuchga ega bo'lsa-mu, bizning qiyinchiligimiz yanada davomlashyotidi dedi. Salih Xudoyor davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni tafsiliy anglatib, millionlagan insonlarning jazo lagerlari va turmalarga qamalganligini, 1 milyondan ortiq bolalarning oilasidan ayirib etilganligini, 2024 yildagi qurultay tashkillagan isbot anglash yig'inidan ma'lum bo'lishicha, har yili 25 mingdan 50 minggacha Uyg'ur yoshining organlari uchun o'ldirilganligini aytdi. Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan hamkorligini, Xitoyning Sharq Turkistonning mustaqilligini bostirish harakatiga qulaylik yaratib berganligini tanqidladi. Xitoyning muajiratga Uyg'urlarni bostirish, bo'lish, o'zining sepiga tortish qilmishlaridan ogohlantirdi. Salih Xudoyor qurultayni Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan davlat deb e'tirof qilishga, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishiga qarta isbot anglash yig'ini etishga va Sharq Turkiston diasporamizdagi Xitoyning singib kirishi va davlat alqagan bostirishini tekshirish va to'xtatishga chaqirdi. Oxirida yig'inchoqlab Xitoy kompartiyasini yo'qotish yetarli emas. Xitoy imperiyasini parchalash kerak. Sharq Turkiston uchun erkinlik va mustaqillikni asliga keltirish tush emas. Bu asirga ilingan davlatlar qarorida belgilangan vazifa, majburiyat dedi. Tibet Amerika vakili Tenzin Wangdu Rangzin Tibetning ro'shan kimligini ta'kidlab, Tibet azaldan qonunli holda Xitoyning bir qismi emas. Bizning 1000 yildan buyon o'z davlatimiz, hukumatimiz, kulturimiz, xosligimiz bor. Xitoyning 1951 yildagi ishg'oliyati tajovuzchilik bo'lib, ozodlik emas. Quruq bayonotlarning vaqti o'tib ketdi. Biz konkret harakatga muhtoj. Faqat mustaqilliklar Tibet xalqining mavjud bo'lib turishiga kafolatlik qila oladi dedi. Koreya Amerikalik jurnalist Sehun Kim Janubiy Mongoliya jamiyatiga vakolatan bayonot e'lon qilib, Mongol kimligining sistemlik yo'qotilayotganligini gavlandirib, Janubiy Mongoliyadagi Mongol xalqi necha yildan buyon o'zlarining kultur kimligini yo'qotish, o'zlarining tilini bostirish va an'anaviy turmush usulini chetga qo'yishga uchirdi. Bizning shohid bo'lganimiz faqat bostirishlar emas, u qasddan osmolasiya qilish bo'lib, qadimiy an'analarimizga, madaniy meroslarimizning mavjudligiga tahdid soladi dedi. U yana Iran va Kuba qatorliq davlatlardagi mustabid bostirishni tilga olib, dunyoning mustabidlikka va siyosiy zulmga qarshi kurash qilishining zarurligini ta'kidladi. Yana Amerikani Janubiy Mongoliya va boshqa ezilgan xalqlarning qiyinchiligini e'tirof qilishga va hal qilishga chaqirdi. Amerika armiyasining sobiq Beyjingdagi qo'shimcha xodimi mayor Bin Lawson dunyo miqyosida Xitoy kompartiyasining tahdidining kengayayotganligini ta'kidlab ogohlantirdi. U Xitoy kompartiyasining Amerikaga qilgan hujumi biz ruxsat qilg'achqa qulay va tez ilgarilamoqda. Biz Sharq Turkiston ishlari uchun ishxona ta'sis qilishimiz, mablag' jang'i qilishimiz, ochiqini aytganda Xitoy kompartiyasi bizga qarshi mablag' solgan siyosiy urushni elib berishimiz kerak dedi. Doklad berish yig'ini Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliya va boshqa zulmga uchragan xalq vakillarining birlashma bayonoti va xitobnomasi bilan oxirlashdi. Vakillar barliq asir davlatlarning mustaqilligini asliga keltirish, davlatning egilik huquqini yurgizish huquqi muqarrar bo'lib, talash tortish qilishga, muzokaralashishga bo'lmaydi dedi. Ular mustaqillik asliga kelmaguncha, erkinlik kafolatga ega qilinmaguncha
Barliq əsir dövlətlər üçün adalət qolğa keltirilməgəcə tirishçanlığımızı to'xtatmaymiz deb muayyanlashtirdi. Ular barliq əsir dövlətlər üçün adalət qolğa keltirilməgəcə tirishçanlıqlarımızı to'xtatmaymiz deb muayyanlashtirdi. Bu qatımqı fəaliyyət əsir dövlətlər duch kelgan sistemlik zulmni oxirlashtirish va ularning milliy o'z taqdirini o'zi belgilash va mustaqilligini qo'lga keltirish uchun xalqaro harakatning jiddiy ehtiyojini ta'kidladi. Amerika parlamentidagi əsir dövlətlərinin ahvoli, qiyinchiligi va hal qilish choralari tonishtirilgan bu yig'in INSLIO xabar to'rida 22 iyul kuni tafsiliy xabar qilindi. Sharq Turkiston surgun hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Xitoy Kompartiyasining tashviqot urushini oshkorladi. Epoch vaqti xabar to'rining 16 iyul kuni e'lon qilgan surgundagi Uyg'ur rahbari Xitoyning tashviqot urushini oshkorladi degan temada e'lon qilingan maqolada mundaq deyildi. Surgundagi Uyg'ur rahbari Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkiston mustaqillik harakatini terrorizm qilib ko'rsatish va dunyoning qo'llashiga erishtirmaslik uchun tashviqot, singib kirish, istixborot harakatlarini qanday qo'llanganligini o'tirg'a qo'ydi. Yaqinqi oylarda Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga qarata besimi ham davlat ichida ham xalqaroda kuchaydi. Ba'zi Uyg'urlarning pasport iltimosiga ruxsat qilingan bo'lsa-mu, ular cheklik sayohat ko'zniki, majburiy tekshirish va pasportni musodara qilish qatorliq qattiq shartlarga duch keladi. Chet eldagi Uyg'urlar atalmish Xinjiangni ziyorat qilish uchun qattiq tekshirishdan o'tishi, oilasidagilar bilan doim birga turishning oldini olishi hamda Uyg'urcha so'zlash man'iy qilingan davlat tashkillagan tashviqot sayohatiga qatnashishga majbur bo'lishi kerak. İkinci ayda Tayland 40 nafar Uyg'ur erni Xitoyga surgun qilganda ayblash eng yuqori chekka yetdi. Tayland va Xitoy katibaşlari buning insonparvarlik harakati ekanligini ilgari surgan bo'lsa-mu, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti ularning hozir nachar muomalaga, qiynashga, tutib turishga yoki texmi nachar ahvolga duch kelishi mumkinligini ogohlantirdi. Cho'nqurlashgan bu kontrol ichida Amerika hukumatining irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan Xitoy Kompartiyasining bu zulmlariga qarshi mustaqillik, kültür kimligi va mavjudligini saqlash ko'rishini davomlashtirayotgan Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor bilan ko'rishdi. Salih Xudoyor Xitoy Kompartiyasining atalmish Xinjiangdagi organ yig'ilish markazlarining sonini 3 hassa orttirmoqchi bo'lganligini, Xitoyning xolisona organ taqdim qilish deb ataganligini, amaliyotda ahvolning boshqacha ekanligini, diniy nuqtadan qaraganda xalqining organ taqdim qilish ehtimolining mumkin emasligini aytdi. Salih Xudoyor Xitoy Kompartiyasining hozirgi ziyonkashlik qilmishlarining manbasini 1990-yillardagi Sovet ittifoqining yimirilishidan keyin Uyg'ur millatchiligining avjiga chiqishiga bog'lab, garchi moslashchan harakat bo'lmagandimi, Uyg'ur qatlamidagi qarshilik ko'rsatish harakatlarining asosligi Xitoy harbiy va bexatarlik qismlarini nishon qilgan kichik tipdagi qarshilik harakatining elib berilganligini aytdi. O tushuntirib mundaq dedi. Buningga qarata 1996 martda Xitoy Kompartiyasi siyosiy byuro doimiy komiteti muqimlikni qo'g'dash temasida maxfiy yig'in chaqirdi. Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonni ayirishni Xitoyning ichki muqimligiga eng chong tahdid deb bekitdi va Amerikani mustaqillik harakatini qo'llash bilan aybladi. Xitoy Kompartiyasi mustaqillik harakatini parchalash va rayonga bo'lgan kontrollikni kuchaytirishni maqsad qilgan 10 ko'rsatma chiqardi. 8 numurluq ko'rsatma hokimiyatini Xitoyning diplomatik va siyosiy ta'siridan foydalanib Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston qatorliq musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlatlarni o'zi tarafga jalb qilib, Uyg'ur mustaqillik harakatini bostirishga buyurdi. Shuning bilan bir vaqtda Beijing Uyg'ur muhojiratiga singib kirib va bo'lib, chet eldagi mahalla guruhlarini o'ziga jalb qildi va mustaqillikni tashabbus qiladiganlarni bir-biridan ayirishga urindi. Sovet ittifoqi yemirilgandan keyin Xitoy islom oshqunligiga bo'lgan andishidan foydalanib 1996-yili tunji qatim qattiq ura harakatini boshladi. 7 numurliq hujjat e'lon qilib bir qancha kundan keyin Xitoy bo'lginchi deb gumon qilingan necha ming kishini qo'lga oldi. Bu mezgilda Xitoy Kompartiyasi turmaga sulanganlarning ichidan bir qanchisini tanlab qo'yibdi. Ular Beijingning eng yaqin sherigi bo'lgan Pokistonga bordi. Ular Pokistonda sekulyar millatchilik harakatidan farqli bo'lgan Sharq Turkiston Islom partiyasini qurdi. Bizning O'rta Osiyodagi millatchi guruhlarimiz dunyoning mustaqillik harakatimizni qo'llashini qo'lga keltirishga tirishayotganda, onga yetmaydigan bu kichik guruhga boshqacha yo'nalishga qarab mangdi. Ular Alloh bizning Sharq Turkiston uchun nima ish qilganligimizni so'ramay, islom uchun nima ish qilganligimizni so'raydi deyishdi. Bu Xitoyning uzun mezgillik istixborot harakati bo'lib,
Uyg'ur harakatini oshqun deb tasvirlash, G'arbning qo'llashiga buzg'unchilik qilish va terrorlikqa qarshi turish nomida rayimsiz bostirishni qonunlashtirishni maqsad qilgan dedi. Salih Xudoyor Turkiston Islom partiyasining tashviqotini xulosalab, ular millatchilik islom emas, Uyg'urlar yer sharidagi barliq kofirlarga bo'libmi Amerikaga qarshi turishga markazlashishi kerak. Xitoyni bir chetga qayirib turayli. Xitoyga qarshi urushga oldirmaslik kerak deydi dedi. Turkiston Islom partiyasining o'ttirg'i chiqishiga javob sifatida Salih Xudoyor O'rta Osiyodagi Uyg'ur rahbarlari ularning harakatining islom asliyatchiligini emas, balki milliy ozodlikni asos qilishi lozimligini oshkora ta'kidladi. Nurg'ulg'an kishilar Xitoy turmalaridan qo'yib berilgan. Keyin Pokistonda ko'rilgan Turkiston Islom partiyasining qurg'uvchilarining texnik keng ko'lamlik da'voni e'tiborsizlashtirishdan avatilgan Xitoy istixborotchilari ekanligidan shubhalanildi. O'rta Osiyo hukumatlari qattiq bir bosim bilan javob berdi. Rahbarlarimizdan ko'pinchisi tutqun qilindi va chegara sirtiga chiqarib etildi. Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondan ba'zi yurtdoshlar suiqasdning qurboni bo'ldi. 1998-yilga kelganda O'rta Osiyodagi mustaqillik harakati asosan gumron bo'ldi. 11-sentabr terrorlik hujumidan keyin Xitoy Turkiston Islom partiyasini Taliban bilan o'xshash saviyaga ko'tarib va uni Sharq Turkiston Islom harakati deb qaytadan ism qo'yib, dunyo terrorlik andisini texnik kuchaytdi. Salih Xudoyor bu hikoya bugungacha davomlashib, Xitoy Kompartiyasining terrorlikqa qarshi turishini bahona qilib, Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishiga yordam berdi. Bu strategiya Suriya ichki urushining boshlanishi bilan keskinlashdi. 2012-yilga kelganda Xitoy Turkiya bilan texnik qo'yiq aralashishga boshladi. Minglagan Uyg'ur Sharq Turkistondan qochib, Sharqi Janubiy Osiyo orqali Turkiyaga, Turkiya orqali Suriyaga keldi. 2014 va 2015-yilgacha Sham Islom davlatining tashviqot filmlarida Uyg'urlarning Xitoyda islom xalifaligini talab qilganligi ko'rsatildi. Xitoy Kompartiyasi bu ko'rinishlarni qo'lga tushirib, bu orqali Uyg'urlarni kasbiy ta'lim-tarbiya markazlari deb atab olgan, inson haqlari guruhlari, jazo lagerlari deb ayblagan ta'sirlarga qamab, o'zining qilmishlarini qonunlashtirdi dedi. Salih Xudoyorning so'ziga qaraganda, Xitoy Kompartiyasining strategiyasi ham g'arb, ham musulmon davlatlarni Uyg'ur davosini qo'llashdan yiroqlashtirgan. Bu harakatni oshqun deb tasvirlaydigan tashviqot g'arbning hissdoshligini ojizlashtirgan. Bir balvoq bir yo'l tashabbusi orqali yetkazilgan iqtisodiy manfaat mutlaq ko'p qism musulmonlarning ta'sir ko'rsatishiga to'sqinlik bo'lgan. Amaliyotda Turkiya va O'rta Osiyo jumhuriyatlarini ichiga olgan nurg'ulg'an davlatlar Xitoyning Sharq Turkiston mustaqillik harakatini bostirishiga va uning davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni qonunlashtirishiga yordam bergan. Afg'onistondagi Talibanga qaytilgan Uyg'urlarni hech qanday qo'llashga erishalmagan. İslam e'tiqodida ching turadigan Talibanlar butunlay Xitoyga taslim bo'lgan va chegarasidagi Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa sal qargan. Amerika va Yevropadagi 10 necha davlat yanala Uyg'ur davosining asosli qo'llovchilari, ammo ularning qo'llashi cheklik. Ular irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, simvollik ahamiyatli harakat qo'llanmadi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining 2020-yili 6 qo'llash dokladini o'z ichiga olgan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga 6 a'zo davlatlarning tekshirishini talab qilib sungan da'vo to'xtab qoldi. Salih Xudoyor yana Amerikani Shinjang degan atalg'uning o'rniga Sharq Turkiston degan atalg'uni ishlatishga, Amerika tashqi ishlar ministrligida Sharq Turkiston uchun moslashtiruvchi turg'izishga, Washington hukumatini Sharq Turkistonga Tibetga qilgan muomalani qilishga, Sharq Turkistonni besib ilingan davlat deb e'tirof qilishga chaqirdi. Salih Xudoyor oxirida ham Amerikaning ham Sharq Turkiston xalqining uzun muddat tayyorlik qilishining lozimligini, Xitoy bilan bo'lgan bir to'qinish uchun hozir turishga chaqiriq qildi deyildi. Malayziyaning sobiq bosh ministri Mahathir Mohamad Xitoy bilan yaqin do'stlik munosabati o'rnatishga chaqiriq qildi. Malay Mail xabar torining 11-iyul kunidagi xabariga qaraganda, Malayziyaning sobiq bosh ministri Dr. Mahathir Mohamad Xitoy bilan Malayziyaning yaqinqi tarixiy munosabatini tasvirlab, Sharqi Janubiy Osiyo davlatlarining Prezident Donald Trumpning savdo urush taktikasiga bo'ysunmay, Beijing bilan bo'lgan aloqani kuchaytirish kerakligini o'tirg'a qo'ygan. 100 yoshga kirgan bu siyosiyon Bloomberg xabarlarining muxbiri Mashal Husaynning ziyoratini qabul qilganda, Xitoyni yordamsuvar rayon kuchi deb tasvirlagan. Shuning bilan bir vaqtda Amerika prezidenti Donald Trumpning qo'g'dinish siyosatining dunyoning boshqa joylariga qaraganda oxirida Amerikaga ziyon soladiganligini, Trumpga savdo siyosati haqida so'zlaganda Trumpning xato qilayotganligini ogohlantirganligini aytgan.
U Xitoyning usulini Yevropaning kengayishi bilan selishtirib, Xitoyning pozitsiyasi Yevropaliklarga o'xshamaydi. Xitoylar tajovuz qilishi mumkin, ammo ular mustamlika qilmaydi. Portugaliyaliklar 1509-yili bu yerga kelib, 2 yildan keyin bizni bo'ysundirdi deyish orqali Xitoyning mustamlika qilmishlarini G'arb imperiyasidan farqli qilib ko'rsatgan. Doktor Mahathir Washingtonning talabiga moslashishning o'rniga iqtisodning ko'p xillashishini tashabbus qilib, Xitoy bilan bo'lgan savdoni kuchaytirish kerakligini o'tirg'a qo'ygan. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi ijtimoiy axborot vositalarida buningga imzoz qaytirib, Xitoy mustamlikachi imperiya, u Sharqi Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliya va Manjuriyani ishg'ol qildi. Garchi siz bu paktga sal qaraganda qilsangizmi, u Malayziyani mustamlika qilib bo'ldi. Xitoy millati hozir Malayziya nufusining 23%dan ko'pragini tashkil qiladi dedi. Acaba Tangirdan o'zgaga tiz bukishni keskin rad qiladigan favqulodda ilg'or bir aqida sistemasiga ega millatning mansublarining 70 necha yillik asorat tarixidan keyingi bugungi kunda ursa qochadigan, tishining iqini ko'rsatib bo'lguncha quyruqini shipangishib ulguradigan ermak kitining tabiatiga tushib qolayotgan holatini ko'rishdan ortiq yana qandoq fojia bor? Acaba Tangirdanlik kutiladigan qandoqligi imkoniyat, rahmat, shafqat va tevinishlar bo'lsa, umid va chiqish yo'li bo'lsa, ustunlik va tortuq, izzat, hurmat, kechirim va bag'ishlash bo'lsa, hammaga ko'z yumib turib, faqatla mustamlikachisidan kutalaydigan holga kelib qolishiga shohid bo'lishdan ortiq yana nima tragediya bo'lsin? Acaba payg'ambarcha yuksak samoviy g'oyalarni yer yuzida ro'yobga chiqarish yo'lida pasibonlik sharafini qozongan bir millatning mansublarining kuni kelib o'z mustamlikachisining junxocha g'oyalari uchun xizmat qiladigan, kutgan yeridan chiqib beradigan pasandalar to'piga qetilishiga jon atadigan holga kelib qolishdanmi ortiq badbaxtlik bo'lsinmi? Burhan Muhammadning suiqasdlar qo'rshavidagi da'vo va axborot xiyonatchiligi nomli maqolasidan ilindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.